bu mahsulot qanday kirib keldi, siz qanday bu mahsulotni targ'ibotchisiga, iste'molchisiga aylandingiz. Men bilaman yosharish siri aynan shu ichayotgan kokteyllarda, chunki baribir siringiz ko'chagacha chiqib boradi, bizgacha ham yetib borgan. Layza Askarovna hammasini qo'shib bitta qilib ichadilar deyishgan. To'g'ri, bu haqiqat. Mustaqil bo'lganimizdan keyin bizni yurtimizga juda ko'p har xil shu biznes yo'nalishdagi biofaol qo'shimchalar va shu bilan ekstraktlar va yana shunga o'xshagan har xil salomatlik mahsulotlari kirib keldi. Lekin har bitta salomatlik mahsulotlarini odam ichib ko'rib, sinab ko'rib, uniki ekanmi, yo'qmiligini ichgandan keyin uni his qilmasa, uni qaysi bir yaxshi, qaysi bir yomonligini bilolmaydi. Lekin biofaol qo'shimcha bilan bu biofaol modda to'g'risida aynan shunday farq bor. Biofaol qo'shimchalar bular shu o'simliklardan olingan, maydalangan holatda uni hammasi ham surilavermaydi tanaga. Ganoderma ekstrakti shundoki uni suv va spirt muhitidan olinadi, undan ajratib olinadi. Misol uchun 25 kilo pishgan o'sha Ganoderma lycidium o'simligidan 1 kilo ekstrakt oladi. 1 kilo ekstraktdan esa 100 grammgina uni suvda 100% eruvchi moddasini olinadi. O'sha modda 100% organik holatda bu organizmga kirgandan keyin qonni, hujayrani muhitiga singdirilib va o'sha yerda ichki energiyani hosil qiladi, toksinlarni oladi va shu bilan sizda tiklanish, chunki immun tizimimiz o'zini o'zi tiklashni o'zi biladi. Chunki bizni yaratuvchi zot bizni ichimizga aynan immun tizimidek shunday bir shifokorni joylashtirganki, bu shifokor o'zini muhitini yaratsangiz, u nima qilishini o'zi biladi. Qaysi a'zo, qaysi narsaga muhtojligini biladi. Shuning uchun bu Ganoderma lycidiumni 40 yil davomida 4 ta qit'ada, 121 ta davlatda 30 milliondan ortiq iste'molchilariga ega. Wikipediyaga agar kiradigan bo'lsangiz, ilmiy tadqiqot, hatto Amerikani salomatlik bo'yicha Natsionalniy bibliotekasidan ham ma'lumotlarni olish mumkin. Bu o'sha tarixdan kelgan 4000 yil tarixga ega bo'lgan Ganoderma lycidium o'zini shifobaxshlik xususiyatini yo'qotmagan holda hozir bizgacha yetib kelgan bu. Mana bu 750 dan ortiq ilmiy tadqiqotdan o'tgan va O'zbekistonda shu jumladan 9 ta ilmiy tadqiqotdan o'tgan.